Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz azizlar. Mart oyi 10-mart. Ya'ni mana shu kunda, ya'ni 2025-yilda umuman beton quyish narxlarini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Tayyor betonda uy qurgan yaxshimi yoki ustalar o'zlari aralashtirib beton quyib bergani yaxshi tushadimi, arzon tushadimi yoki bo'lmasam bu yerda shunaqa texnika chiqibdi. Uyingizga kelib, sementingizni, shaharlaringizni aralashtirib, mana shu texnika o'zi quyib berar ekan. Zo'rmi? Shu texnikaning narxi necha pul bo'ladi? Bir kubasi necha pulga tushadi? Hamma yo'q ichida. Shuni yoritib beramiz. Video boshlashdan oldin shunaqa foydali videolarimizni ko'proq ko'rib turish uchun klass tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Klass bossanglar, sizlardan pul olmaydi, bizga pul kelmaydi. Faqat videolarimiz ko'pchilikka yetib boradi xolos. Va azizlar, o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasi bor, qizil. Shuni bossanglar bizga obuna bo'lasizlar va biz yuklab borayotgan videolarni birinchilardan tomosha qilishingiz mumkin. Azizlar, va hozir narx aytib o'tadigan narxlarim Andijonda Paxtabod tumanidagi narxlar. Endi qolgan joylarda narxlar boshqacharoq bo'lishi mumkin. Sizlar tomonidan narxlar qanaqa? Iltimos yozib qoldiringlar va videoni ko'p turganda kommentariyaga tushinglar, o'qinglar. Misol uchun Qashqadaryoda shunaqa narx deb yozib qo'ygan odamnikin o'qinglar. Shunga qarab sizlarga foydali ma'lumotlar bo'ladi. 2025-yilda misol Rossiyada turgan odam beton quydirmoqchi bo'lsa, misol uchun aldab qo'ymaydimikin, o'zi shunaqa bo'lyaptimikin, Rossiyada yurgan bilmaydi deb turib aldab qo'ymaydimikin deyishi mumkin-da. Shunga narxlardan xabardor bo'lishlari uchun videolarni qilyapmiz. Va bu texnikani ishlatadigan ustani ham telefon raqamini yozib qoldiraman. Bu reklama emas, bu xolisona taklif. Shunaqa pul olganim yo'q. Bu yerda mana darvozaxonadan kirish, bitta xona, bu yerda yana ikkita xona bo'ladi. 3 ta, 4 ta, 5 ta va bu yerlar bilan ochiq ayvon, bitta xona bo'lsa, 6 ta xonali fundament bo'layotgan. Bu yerda keyin ustalarimiz ish qilmayapti ekan. Uyda egasi o'zi aka-ukalar to'planib ish qilishyapti ekan. Shuning uchun usta narxini bu yerdagi chiqmadi, lekin men usta narxlarini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Azizlar, qaranglar. Birinchi bo'lib, uyda ustalar o'zlari aralashtirib fundament qiladigan bo'lsa, bir kubasi necha pulga tushishini hisoblab beraman. Ustalar o'zlari aralashtiradigan bo'lsa, bir kubasiga 100 ming so'mlik sement ketadi. 30 ming so'mlik shag'al ketadi. 130 ming so'm. Ustalarimiz 250-280 ming so'mga xizmat ko'rsatyapti. 250 ming so'mligi apalovga tikalab shunaqa qilishadi. Haligi armatura to'qishlari alohida bo'lishi mumkin. Umuman apalovkasi, armatura to'qishlari bilan 280 ming so'mga borar ekan, bir kubasi ustalarimiz o'zlari aralashtirib qilib berishi. 300 ming so'm hisoblaydigan bo'lsak ham, bu yerdagi 130 ming so'm bilan 430 ming so'mga ustalarimiz o'zlari aralashtirib fundament quyib berishi bir kubasi aylanadi. Hali apalovkani arendalari bilan birga hisoblayapman-da endi. Endi tayyor beton chaqiradigan bo'lsak, nech pul bo'ladi? Tayyor betonga hozir telefon qildim. 250 markalik betonni narxini 420 ming so'm dedi. Shu yerga dastavkasi bilan kelishi, shahardan 30 kilometrga dastavkasi bilan olib berish 420 ming so'm bir kubasi. 250 markali. Endi 250 marka deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Rossiyada yurgan o'zi qurilish sohasida yurganlar tushunadi. 250 markali beton sement bilan farqlanmaydi. Misol uchun 250 markali betonga 450 markali sement ishlatiladi, lekin betonni markasi 250 chiqadi. 250 dan oshirish uchun yana qo'shimchalar qo'shish kerak. Demak, tushunib oldik-a? Sementda 450 markasi bilan betonni markasi farqi bor. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun eslatma bo'ladi xolos. 420 ming so'm 250 markali betonni dastavkasi, 120 ming so'm ustalarimiz bu yerda apalovka tikalab, shlenkasini to'g'rilab, keyin apalovkasini yechib, tekizlab berishlari 120 ming so'm bo'lar ekan kubasi. Shunda 420 ming so'mga 120 ming so'm 540 ming so'm. 540 ming so'mga tayyor beton chaqiradigan bo'lsangiz, bir kubasi aylanadi va buni afzali tomoni tayyor betonda. Bir kunda quyib ketadi-da, ustalar o'zlari aralashtiradigan bo'lsa, bir hafta ham vaqt ketishi mumkin, chunki qo'lda aralashtirgandan keyin vaqt ko'p ketadi, ko'p odam ishlaydi, ko'p usta vaqtingiz kerak bo'ladi. Sudim shunaqa rasodlari bor. Endi tayyor betonning qulaylik tomoni shu. Men tayyor betonda reklama qilmoqchi emasman. Umuman bir tiyin pul olmaganman. Faqat men sizlarga qulayligini aytib o'tmoqchiman xolos. 540 ming so'm tayyor beton, ustalar aralashtirishi 430 ming so'm chiqdi. Endi bu texnikanikini hisoblab beraman. Qaranglar, bu texnika bu yerda o'zi shag'al oladi. Bu yerda ikki kishi sement solib turadi buning ichiga. O'zi shag'al to'kib, o'zi aralashtirib, xuddi tayyor beton chaqiradigan mana shunaqa texnika keladi-yu. Xuddi shu texnikani ko'chmasi, ya'ni kelib quyib beradigani. Bu texnika bir kubasiga 150 ming so'm xizmat olar ekan. 150 ming so'm xizmat, 100 ming so'mlik sement ketadi. 250 ming so'm, 30 ming so'mlik shag'al ketadi. 280 ming so'm. Ya'ni bir kubasi 280 ming so'mga 250 markali sement sizga yuzga keldi degani. Narxi tushganini qaranglar, bu zo'r qulaylik qilishibdi. Juda xursand bo'ldim.
Bir tiyin pul olganim yo'q, aytib qo'yay. Просто xolisona taklif qilyapman. Men ham uy quradigan bo'lsam, mashinada qilaman. Chunki narxi ham arzon, sifati ham zo'r chiqar ekan. 280 ming so'm. Endi ustalar 120 ming so'mga xuddi yana shunaqa Apolovga tikalab, bundan shlankasida to'kib beradi, hozir mettika kelib, shlankasida to'kib beradi. 120 ming so'm yana kubasiga olishadi. 300 ming, 400 ming so'mga 250 markali sizga beton tayyor bo'lyapti. Azizlar, qarang. Tayyor beton chaqirsangiz 540 ming so'mga tushadi. Bu sizlarga 420 ming so'mga tushyapti. Farq qaranglar. Faqat men sizlarga xolisona tavsiya beraman xolos. Azizlar, shunaqa foydali videolardan ko'proq ko'rib turishni xohlasanglar, video ostiga klass tugmachasini bosib, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar tomonidan narxlar qanaqa? Sementning narxini 500 so'mdan hisobladik. Kim qaydadir 480 so'm, kimdir 450 so'm deyapti. Men 500 so'm hisobladim. Grubi yo'lkiralar bilan, mayda chudalar bilan 500 so'm hisobladim. Biz yaqinda g'ish urish narxlarini ham chiqarib o'tamiz. Qadrdon ushbu mashinani yurgizadigan oshnamiz. Oshna, bu narxlar qanaqa bo'lyapti? Narxlar bu mashinamiz o'zi asli 3,5 kubalik. Bunga 3,5 kuba sig'adi. O'zini ichiga sig'dira oladi. Kubasi 150 ming so'mdan qo'yib beramiz. Faqat o'zimiz Paxtabodliganimiz uchun, Paxtabodda bo'lganimiz hisobiga o'zimiz tuman bo'ylab 150 ming so'mdan qilib qo'yib beramiz. Olib qilib. Endi bizni obunachilarimiz tashqaridan ko'p. Biz obunachilarimiz so'rasa, misol Andijondan tashqari yoki Andijon shaharlariga bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Xo'p, Andijondan tashqariga bo'lsa, 50 kubadan ko'p bo'lsa, ziyod bo'lsa, kelishtirib, plus-minus qilib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Lekin 150 ming so'mga qo'shilib qoladi, uzoq bo'lgan. Qo'shilib qoladi. Salarga rasoti bor, salarga rasotlari bor. Agar 50 kubadan ko'p bo'lsa, borib qo'yib beramiz. Endi bir pas oldin sizlarga aytib o'tdim, bu ham o'ta tayyor beton bo'ladi-yu, sotib olasizlar. O'ta shunaqa sifatli chiqarib bera olar ekan. Sababi ichida monitorlarida necha kilo nima qo'shilishini standarti bor, to'g'rimi? Kilolarigacha, nima olganlarigacha, sement qancha, suvni litrigacha hammasini chiqarib beradi o'zi. Yo'lda ko'rib tursangiz bo'ladi. Bo'ladi. Qulayligi zo'r ekan. Hozir misol to'kib berasiz, to'g'rimi? Tayyor bo'ldimi hozir? Ha, tayyor bo'ldi. Hozir o'zingiz qani ko'ringlar, bir loyda qanaqaligini mahsulotni to'kishni ham ko'ramiz. Mana azizlar, to'kilish jarayoni. Endi hozir Apolovga quruqroq ekan, hozir ketmonda tortib turishibdi. Xullas mana shunaqa. O'shakan joyiga ham bitta ko'rsatib qo'ying-da. Gap yo'q ekan. Silliq chiqadi va sifati ham yaxshi chiqadi. Boshla